10-dekabrdan elektron retsept majburiy bo'ladi. Xabaringiz bormi? Hurmatli fuqarolar, sog'liqni saqlash tizimini yanada zamonaviy va shaffof qilish maqsadida O'zbekistonda elektron retsept tizimi bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Bu tizim Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 8-sentyabrdagi qaroriga asoslanadi. Elektron retsept nima? Bu shifokor tomonidan dori vositasi to'g'risidagi barcha ma'lumotlar, nomi, dozasi, qabul qilish tartibi, miqdori elektron shaklda rasmiylashtiriladigan zamonaviy retsept. Qog'oz izlash, yo'qotib qo'yish yoki tushunarsiz yozuvlardan qiynalish endi bular bo'lmaydi. Qachondan joriy etiladi? 2025-yil 10-dekabrdan boshlab birinchi navbatda poytaxt Toshkent hamda tajriba sinov loyihasi doirasidagi 15 ta tuman, shaharda retseptlar elektron shaklda berila boshlaydi. 2026-yil oxirigacha butun respublika bo'yicha amalga oshiriladi. Aholi uchun eng muhim qulayliklar: shifokor retseptni elektron tarzda rasmiylashtiradi. Dorining nomi, dozasi, qabul qilish muddati hammasi tizimga kiritiladi. Ma'lumotlar avtomatik ravishda markaziy tizimga o'tadi. Xatoliklar kamayadi, jarayon tezlashadi. Dorini istalgan ulangan dorixonadan olasiz. Qog'oz hujjat talab qilinmaydi. Ma'lumotlar xavfsizligi ta'minlanadi. Tibbiy ma'lumotlaringiz shaxsiy va himoyalangan. Barcha retseptlar elektron tibbiy kartangizda saqlanadi. Kerak bo'lganda tarixni ko'rish juda qulay. Muhim eslatma: dori vositalarini faqat shifokor tavsiyasiga binoan va elektron retsept asosida qabul qilish sizning salomatligingiz uchun eng to'g'ri yo'l. Salomatlik va strategik rivojlanish instituti ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'ling.